Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Alhamdulillah, Allohga shukrki, mana shunday mavsum, sezon kunlariga Alloh taolo biz yetkazganini o'zi katta narsa. Bunday kunlarni haqida ma'lumot olishdan oldin ba'zi bir nuqtalarni nima qilib o'tsak-da. Odamlar Ramazon oyining oxirgi 10 kunligida qattiq ibodat qilishadi, tirishadi, bu yaxshi albatta. Lekin ko'proq mana shu Zilhijja oyini boshidagi 10 kuni haqida alohida aytilganda, bu kunlarda endi albatta nima bor? Bu kunlarda haj bor. Haj islom rukuni-ku, islom katta amallardan. Ibn Abbos rivoyat qilyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ma min ayyamin al-amalu solihu fihinna khayrun wa ahabbu ila Alloh min hadhihi al-ayyam, min hadhihi al-ashr." Ya'ni biror bir kun yo'q. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilar buni. Dunyo kunlaridan biror kunda solih qilingan amal mana shu kunlarchalik Allohga yoqimli emas. So'rashdi. Jihod hammi deb so'rashdi. Jihod og'ir amal-ku. Jihod inson jonini beradi unda, to'g'rimi? Jihod ham shunga tengmasmi deb so'raganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, yo'q dedilar. Illo bir odam, bundan faqat bitta odam mustasno bo'lishi mumkin. Jihodga moli bilan, joni bilan ketgan. Joni bilan ketishi aniq endi. Ikkovsi ham qaytmagan. Jihodga borgan, moli bilan, joni bilan ketgan, ikkovsi ham qaytmagan. Shu odam dan afzal emas bu. Boshqa qolgan hamma amallar Alloh taologa eng ko'p yoqadigan kunlar mana shu kunlar. Ya'ni 2 rakat namoz masalan. 2 rakat namoz o'qidingiz boshqa oylarda. Bu oyda 2 rakat namoz o'qidingiz. Ya'ni mana shu kunlarda. Qaysi biri afzal? Albatta mana shu kunlardagi afzal. Rasulullohning so'zlari. Hadisda dalil turibdi. To'g'rimi? Masalan, Shavvol oyida 2 rakat namoz o'qidingiz. Yoki bir kun roza tutdingiz. Umuman nima amal qilishingizdan qat'iy nazar, ya'ni mana shu kunlardagidek bo'lmaydi. Alloh taologa eng yoqadigan deyilyapti. Insonni eng qo'zg'aydigan narsa tushunchada. Insonni qo'zg'aydigan, insonni amalga undaydigan narsa tushuncha, farosatini to'g'rilab olish kerak. O'sha bir narsani to'g'ri tushunib olish kerak. Siz bitta narsani to'g'ri deb bilsangiz, ishonsangiz, o'shanda keyin shunga harakat qilasizda. To'g'rimi? Lekin ishonch bo'lmasa qalbda, to'g'rimi? Ishonch bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha narsani yaxshi tushunmayotgan bo'lsangiz, harakat qilmaysiz. Shuning uchun birinchi o'rinda qilinadigan narsa bu yerda o'sha inson tushunchasini to'g'rilab olish kerak. Bu kunlar qanaqa kunlar ekani haqida yoki umuman bu dunyo. Alloh taolo aytayaptiki, bu dunyoni, ya'ni oxiratda aytayaptiki, "Va innad daral axirata lahiyal hayvan." Dunyo hayoti o'yin xolos. Dunyo hayoti o'yindan iborat. Haqiqiy hayot bu oxirat hayoti. Demak, bizga birinchi qilinadigan narsa, birinchi tushuncha, iloji boricha inson g'amlab olish kerak. Iloji boricha xuddi savdogarlar tijoratiga qanchalik yig'gani singari, qanchalik to'plagani singari tazavvud deyiladi. Ya'ni o'sha zaxira qilib olish kerak. Iloji boricha, ya'ni dunyoni hammasidan zaxira qilish kerak. Ayniqsa shunaqa mavsum kunlarda, mavsum oylarida alohida e'tibor berish kerak. Ibn Sirin rahimahullohdan rivoyat qilinadi. Bu kunlarda shunaqa qiynardi o'zini, ya'ni ibodatga qiynardi, kuchi yetmay qoladigan darajada. Roza bo'lsin, qiroat Qur'on bo'lsin, nima bo'lsa ham o'sha amallarga qattiq berilgandan kuchi yetmay qoladigan darajada qilardi. Yana yil shu kunlarga bormizmi, yo'qmizmi? Alloh biladi. O'shuning uchun bu kunlardan iloji boricha inson g'animat berish kerak. Demak, umuman dunyo o'tkinchi narsa, to'g'rimi? Dunyo o'tkinchi, o'tib ketadigan. Ayniqsa mana shu kunlar o'tib ketadi. 10 kun xolos. 10 kun. Yana bir narsani aytmoqchiman. Alloh taolo avvalgi ummatga, Nuh alayhisalom bo'ladimi, boshqa payg'ambarlar ummatlarida uzoq yashashgan ekan, 1000 yillab. Hatto birlarga aytganki, oxirgi payg'ambar ummati 60 yil, 70 yil bo'ladi desa, bir qari kampir, men bitta sajda bilan o'tkazib yuboraman degan ekan. Bitta sajda bilan 60 yil. Ya'ni ularga ozda 60 yil, ya'ni 1000 yil yashaydigan odamga 60 yil hech narsa emas. Lekin Alloh taolo bu ummatga uzoq umr o'rniga shunaqa mavsumlar bergan. Bu Allohning katta ne'mati. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalar bilan qabristondan o'tayotganda bir qabr oldidan o'tib turardi. Bu kimning qabri deganlarida falonchini deyishibdi. Rasululloh aytdilarki, bu hadisni Tabaroniy rivoyat qilgan.
Mana shu odam hozir 2 rakat, shu odam uchun 2 rakat namoz sizlarning qolgan dunyoyingizdan hammasidan yaxshiroq hozir. Hozir bu odam uchun, qabrga yotgan odam uchun, ya'ni tirilib kelib 2 rakat namozni o'qib olgani dunyoni qolgan oxirgi umrigacha qancha miqdor bo'lsa, shunda hammasi yaxshi. Hammasidan yaxshiroq. Shu 2 rakat namoz. Ya'ni ko'ringlar, bu bizni tezlaydi-da. Ya'ni xohlasak, xohlamasak oxiratga qarab ketyapmiz. Xohlasak, xohlamasak umrimiz tugab boryapti. Biz sanoqlardan iboratmiz. Sanoqlar. Qo'lingizga bir tasbihni olib, bir deb o'tkazsangiz 100 tada tugaydi, to'g'ri? 1000 ta bo'lsa ham tugaydi-ku. Bir kunimiz o'tdi, bizni bir bo'lagimiz ketdi. Shuning uchun birinchi tushuncha, bu dunyo abadiy emas. Abadiy bo'lmagandan keyin bu dunyoni hammasidan iloji boricha oziq olish kerak. Ikkinchi o'rinda nima? Mavsumlardan alohida oziq olish kerak. Ikkinchi nuqta deyapti, ikkinchi tushuncha. Shuning uchun bu mavsumlarga nisbatan insonning qalbida hurmat bo'lish kerak, ta'zim bo'lish kerak. Bunaqa mavsumlarni qanaqa, masalan, kofirlar o'zlari mavsumlarni qanaqa e'tibor bilan qiladi? Endi biz ko'rganlarimiz, ko'zimiz bilan ko'rgan, masalan, yangi yilga o'xshagan, shunga o'xshagan narsalarga qanchalik e'tibor berishadi? Bu mavsumlarga shunaqa e'tibor berish kerak, ta'zim qilish kerak, hurmat qilish kerak. Qalbida ya'ni bu narsaga bir e'tibor ko'rsatish kerak-da inson. Qalbingizdan kelib chiqadi-da. Shu kunlarda bajariladigan haj amali. Haj amali uchun haj surasi bor, ha? Haj surasi, ya'ni haj degan sura nozil bo'lgan. Shu haj surasining bir qancha oyatlarida Alloh taolo va man yu'azzim sha'airalloh degan. Alloh taoloning shior deganimiz o'zbekchadagi shiorga ham to'g'ri keladi-yu, salpalimdan boshqacharoq, ya'ni Alloh taolo e'tibor bergan amallar. Masalan, azon shior, ha? Ya'ni katta amallarda hayitlar shior, qurbonlik shior, bu kunlar ham mana shunday Alloh taolo e'tibor bergan an'anaviy kunlardan-da. Ya'ni an'anaviy desak to'g'ri bo'ladimi? Xullas, ramziy kunlardan-da. Alloh shunchalik e'tibor beryapti. Ta'zimga bog'layapti, hammasini ulug'lashga bog'layapti. Ulug'lashligi uchun shu ulug'lashligining ma'nosidan ya'ni qurbonligi ham shu kunlarga qilingan. Qurbonlik qon chiqarish. Uning uchun odam pul sarflaydi, bir jonliq so'yadi. Shu ham ya'ni o'sha ta'zim, qalbimizda bu kunlarga nisbatan bir hurmat, e'tibor, ta'zim paydo bo'lishi kerak. Rasulullohning so'zlaridan, Alloh taoloning so'zidan. Alloh taolo Fajr surasida 10 kechaga qasam ichgan. Val fajr va layalin ashr deb. 10 kechaga qasam ichgan. Mana shuni ko'p ulamolar Zulhijjani birinchi 10 kuni deyilgan. Butun kunlardan hammasidan afzal. Yil kunlarining hammasidan yaxshiroq. Yaxshiroqligini yana bir nimasi, yana bir e'tiborga tortadigan narsa, pasoq deb aytadi buni. Alloh taolo ajri ko'p bo'ladi demayapti, Allohga yoqadigan deb aytilyapti. Hamma muhabbat qiladi-da, Alloh yaxshi ko'radi bu kunlar. Bu kunlarda qilingan amallarni Alloh taolo boshqasidan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi, muhabbatliroq deyilyapti. Xo'p, bu kunlardan qanday foydalansa bo'ladi? Qanday foydalanishimiz kerak? Hozir mavsum, oladigan, rosa yig'adigan vaqti, oziq oladigan kunlar. Qanday qilib foydalansa bo'ladi bu kunlardan? Foydalanishi aytayaptiki, bu yerda Allohdan so'rash kerak birinchi o'rinda. Allohdan duo qilib, iltijo qilib, Alloh taolo o'zing foydalantirgin mana shu kunlardan. Xuddi tijoratimizda Alloh barakasini bersin deb bozorga chiqamiz-ku ertalabdan. To'g'rimi? Allohdan so'rab, to'g'risini bergin, halolini bergin, yaxshi mo'l rizq bergin deb so'raymiz-ku. Xuddi shuni singari bu ibodatlar ham so'rash kerak. Mutarrif ibn Abdullah aytadiki, men deydi Alloh taolo aytgan yaxshi amallarni o'ylab ko'rsam, rosa ko'p ekan deydi. Hammasini jamlovchi ibodatlar ham o'yladim. Ular ham ko'p. Namoz, zakot, shunga o'xshagan katta-katta amallar bor. O'ylab ko'rsam, hammasi Allohning qo'lida. Hamma amallar Allohning qo'lida ekan. Kimning qo'lida bo'lsa o'shandan so'raladi-ku, to'g'rimi? Bu kunlarda foydalanishning eng birinchi nuqtasi, ya'ni qanday foydalanamiz bu kunlardan desa, so'rash, Allohdan duo qilib, iltijo qilib, ey Alloh, bu kunlardan meni foydalantirgin deyish kerak, taqvo bergin deyish kerak. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu va sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz. Muoz roziyallohu anhuga payg'ambarimiz, ey Muoz, men seni yaxshi ko'raman dedilar. Ey Muoz, men seni yaxshi ko'raman. Har namoz orqasida, oxirida Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Ey Alloh, o'zing seni zikr qilgani, seni yod etgani, senga shukr qilgani, chiroyli ibodat qilgani o'zing yordam ber deb so'ragan deganlar.
Demak, birinchi o'rinda shu nima foydalanishimiz yo'li duo, Allohdan so'rash. Ikkinchisi maqsadlari qo'yib olish kerak odam. Maqsadlari, ya'ni bu kunlarda qilinadigan maqsadlari, ya'ni nima qilmoqchisiz bu kunlarda? Buni ham tarozisini Rasululloh berganlar. Alloh taologa eng yoqadigan amal farz amallar. Farz amallarga birinchi e'tibor berish kerak. Farzga bee'tibor odam bo'lsa, bomdodga tura olmayotgan bo'lishi mumkin kimdir. Kimdir namozni kechroqqa surib qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zida qazo qilayotgan bo'lishi mumkin. Yana farz amallardan ota-onaga e'tibor, yana farz amallardan rost gapirish, yolg'onga aldoqchilik qilmaslik. O'sha birinchi o'rinda farz amallarga e'tibor berish kerak. Jamoatdan iloji boricha masjidlarda jamoatda o'qiyman. Shu 10 kunda deb. Ya'ni bitta amalingiz qabul bo'lib qolsa, yil oxirigacha davom etadi-da bu. Yilga tatigulik bo'ladi bu mavsum. Amallarni tartiblab yozib olish kerak. Iloji bo'lsa yozib olish kerak. Masalan, bu kunda 10 kunda inson xatm qilsa bo'ladi. Qur'onni xatm qilish mumkin 10 kun ichida. 3 poradan o'qisa 1 soatdan vaqt ketadi. Yoki sekinroq o'qisa 1,5 soat ketishi mumkin. Qur'onda har bir harfiga, Qur'onning har bir harfiga 10 tadan ajr berilyapti. Qur'onga juda berilish kerak. Ya'ni undan keyin masalan sadaqa qilishni aytish mumkin. Men har kuni menimcha sadaqa qilaman yoki har kuni menimcha nafil namoz o'qiyman deb tartiblab olish kerak-da, xullas inson. O'ziga bir reja qo'yib olish kerak. Birinchi Allohdan so'raysiz. Allohdan so'ramasdan qilgan reja u befoyda. Allohdan iltijo qilib so'raymiz. Lekin shu bilan birga mana amallarni qilaman deb o'ziga bir tartib qo'yish kerak inson. O'zini mahkam ushlash kerak. Dunyo tijoratiga o'tkirmiz. Plan qilamiz, to'g'rimi? Hatto masalan oddiy ya'ni valyutalarni almashtirishda ham qayerda qimmatroq oladi, qayerda qimmatroq buzadi, tiyinlargacha e'tibor beradi. Katta summalar aylantiradigan odamlar, to'g'rimi? Chunki katta summada katta foyda bo'lib ketadi-ku. Nima uchun endi bu katta mavsumda dinimiz uchun e'tibor bermaymiz? Bu yaxshi emas. Ya'ni o'sha tijorat uchun qancha o'tkir bo'lsak, oxirat ishlari uchun ham shunaqa o'tkir bo'lish kerak. Bu hadislardagi o'sha nozik bir ishora deyaptilar. Alloh taolo, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohga eng yoqadigan amal dedilar. Ya'ni ajri ko'p deganlar yo'q. Ajri ko'p bo'lishi aniq endi yoqadi. Lekin bu yerda muhabbat so'zini ishlatyaptilar-da. Rabbimiz yaxshi ko'radi shu kunlarda qilingan amalni. Yaxshi ko'radi emas, ko'proq yaxshi ko'radi. Dangasalik qilgan vaqtingizda suslik kelsa, Allohga yoqadi-ku deb shuni eslating-da o'zingizga. Shu qilayotgan amalimni Alloh meni yaxshi ko'radi deb ayting-da. O'shanda keyin insonga g'ayrat keladi. Yana yordam beradigan narsalardan deyaptilar, ibodat har xil qilish. Ibodat har xil qilish. Bir xilda odam zerikib qolishi mumkin. Sadaqa qiling, nafil namoz o'qing, Qur'on qiling, qarindoshlar masalan. Inson shu 10 kun ichida hech bo'lmasa telefon orqali qarindoshlari holidan xabar olishi mumkin. Har qilayotgan amalda lekin Allohdan ajr umid qilib qilsa inson, Alloh yaxshi ko'ryapti degan ma'noda qilsa, yana g'ayrat keladi-da. Boshida aytildi-ku, o'sha tushunchasini to'g'rilab olsa inson, harakat o'sha insonni qo'zg'aydigan narsa shu tushuncha. Turli xil ibodat qiling deyapti. Bir xilga, chunki hadisda qarangda, ya'ni biror kuni ya'ni dunyo kunlaridan biror kunida qilingan yaxshi amal deyaptilar. Yaxshi amal deb qo'ydilar. Yaxshi amal namoz bo'lsin, roza bo'lsin, zakot bo'lsin, haj bo'lsin, ota-ona xizmati bo'lsin, qo'shni qarindosh, nima yaxshi amal aytilgan bo'lsa hammasi kiraveradi. O'zingiz zeriktirmang. Bir narsa ya'ni Qur'onning tarjimasini o'qing, arabcha bilmaydigan bo'lsa masalan inson. Shu kunlarda qilinadigan ibodatlarni o'rgansa bo'ladi, fiqhni o'rgansa bo'ladi. Roza haqida alohida aytish kerak bu kunlarda. Roza o'zi asli bir kun roza tutilsa, Alloh taolo shu insonni kim Alloh uchun bir kun roza tutsa, jahannamdan 70 yil uzoq qiladi deganlar Rasululloh. Rozaga qancha tavsiya qilganlar. Roza odamni rosa tarbiyalaydigan, ya'ni insonning qonidan, jonidan ketadi-da. Qiyin amal va savobi ko'p amal. Ajr ko'p beriladigan amal. Innama yuwaffas-sabiruna, Ramazon oyini sabr oyi deyilgan-ku. Sabr qilganlarga ko'p ajr beriladi. Iloji boricha 9 kunda hammasini tutish kerak. Hayit kun tutilmaydi. Lekin iloji boricha 9 kunda hammasini tutish kerak. Yoki bo'lmasa ishiga qarab oralatib bo'lsa ham. Bu kunlar ichida ro'zasi ta'kidlangan kun Arafa kuni. Hajga bormagan odamlar Arafa kuni ro'za tutish kerak. Arafa kuni ro'zasi 1 yil oldinga, 1 yil keyingi gunohlarga kaforat deyilgan. 1 kunlik ro'za.
Bir kunlik ro'zadan shunday deyilgan. Arafa kuni yana bu yerda faqat o'zi emas inson, atrofidagilarni ham qiziqtirish kerak. Eskilar hatto qullarni ham o'rgatishar ekanda, tur ro'za tutamiz deb. Farzandi, ahli oilasi emas, qo'lidagi xizmatkor qullarga ham tutib turishar ekan ro'zani. Chunki haqiqatda mavsumda ya'ni zo'r bozor bo'lganda bolasini ham yetalab chiqadi-ku bozorga. To'g'rimi? Shuni singari ular ham foydalanib qolish kerak. Yana bir narsa, hajga borgan odamlar bor, hajga bormaganlar bor. Endi ko'pchilik hajga bormagan-ku. Harakat qilib bormay qolganlar ham bo'lishi mumkin. Ba'zida inson siqilib qoladi. Yoki masalan haj demasak ham shunaqa bir nima deydi, madrasa, hujra, masjid, shunga o'xshagan bir jamoatdan o'zini uzoqda bo'lib qolish mumkin. Masalan, Rossiyada yurganlar bor, safarlarda yurganlar bor. Ichidan achinib, men bora olmadim demasin. Musulmon odamchi qayerda bo'lsa, Alloh taolaning roziligiga harakat qilaveradi. Umar roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, Alloh taolo meni qanaqa holatga solsa, hammasiga roziman. Ya'ni har bitta holati o'zining ibodati bor. O'shundan foydalanib qolsangiz bo'laveradi-da. Hajga borgan zo'r, albatta. Hajga Alloh taolo muvaffaq qilsa, umrda bir marta farz bo'ladigan amal, keyin yana nafl uchun borsa ham yaxshi, ulug' amal. Lekin mabodo harakat qildingiz, bo'lmay qoldingiz. Tushkunlikka tushib o'tirmang, deyapti-da. Chunki sizni maqsadingiz Allohni rozi qilish. Alloh taolo rozi bo'ladigan, sizni shu holatga qo'yibdimi? Demak, Alloh shundan rozi. Shuni taqdir qilganmi Alloh taolo? Demak, shunga siz o'sha holatdan foydalaning. Bir olim kishi juda ko'p haj qilar ekan. Ko'p haj qilar ekanda, keyin bir kuni haj emas vaqtida sovuq kunlardan birida onasi chaqirib qopti. Onasi chaqirib bir ish buyursa, og'ir kelibdi ekan, malol kelibdi sal. Keyin o'ziga o'zi dakki berib, men shuncha hajga borayotganda piyoda haj qilar ekanda. Piyoda haj qilganimda hammasi o'zimni qondirish uchun bo'lgan ekanda. Ba'zi vaqtda inson ibodat qilyapman deydi. Ya'ni o'zi o'ylagan ibodatni yaxshi deb o'ylaydi-da. Unaqa emas. Ya'ni ehtimol o'sha joyga borsangiz sizga yaxshi bo'lmasligi mumkin. Tushuntira oladimmi? Ya'ni qanday holatda bo'lsangiz, o'sha holatda Alloh taolo bergan kuniga rozi bo'lib harakatingizni qilavering. Ya'ni falon joyga bora olmay qoldim, falon joyda madrasadagilar bilan birga bo'la olmay qoldim deb o'tirmang. Safarda bo'lasizmi, boshqa yerda bo'ladimi? Til doim aylanib tursa bo'ladi-yu. Yana bu muhim nimalardan, shu kunlarda qilinadigan muhim narsalardan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha yuqoridagi hadis, Ibn Abbos hadislarida solih amal Alloh taologa mana shu kunlarda eng yoqimli bo'lgan deyaptilar-ku. Orqasida bir rivoyatda keladiki, Rasululloh tahlil, Allohga hamd aytish, la ilaha illalloh, subhanalloh ko'paytiringlar deganlar. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam solih amallari aytib turib, namuna sifatida zikr aytayotdilar. Allohni eslash, Allohni yodga olish, shu masalan bir narsa eshitib turganingizda ham Alloh taolo meni ko'rib turibdi deb u eslashingiz o'sha Allohning zikrida. Farz amalli vaqt keldimi, Alloh buyurgan deb farzga yurishingiz shu Allohni eslash. Yana undan tashqari til zikri qalb bilan birga bo'lsa juda ham ajoyib ulug' bo'ladi. Yana bu kunlarda qilinadigan takbir. Takbir aytish kerak to'xtamasdan. Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, va lillahil hamd. 10 kun ichida har doim aytilaveradi. Keyin Arafa kundan boshlab muqayyat deyiladi. Har namoz orqasidan bir marta aytib qo'yiladi. 23 ta namoz. Arafa kuni bir kun 5 mahal, Hayit kuni 5 mahal, undan keyin 3 kun. Oxirgi kunda 3 mahal bo'ladi. 23 namozda namozdan farzdan salom bergandan keyin bir martadan Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, va lillahil hamd deymiz. Buni takbir muqayyat deyiladi. Namozga bog'langan takbir. Qurbonlik qilish kerak bu kunlarda. Qurbonlik qilish bizning mazhabimizda vojib. Ya'ni qurbonlik qilish uchun katta boy bo'lish shart emas. O'zingizda asosiy hojatingiz bor-ku. Asosiy narsangiz, ya'ni insonni yotadigan joyi, kiyim-kechagi, o'shandan tashqari 20 misqol tillaga, ya'ni 85 gram atrofida, 85 gram atrofida tillaga yetadigan pulingiz bo'lsa, sizga vojib bo'ladi qurbonlik qilish. Qurbonlik qilish kerak. Ya'ni qurbonlikdan oldin roza haqida kecha bir kishi so'rovdilar, esimdan chiqib qoldi, o'shani aytib o'tib ketay. Ya'ni rozadan qarzi bor odam nima qiladi? Rozadan qarzi bor odam oldin o'sha qarzini tutish kerakmi yo bu kunlarda tutsa ham bo'ladimi deganda ulamolar aytayaptiki, o'sha rozani qazosini ham shu kunlarda qilsa, shu afzalga kiraveradi. Masalan, kasal bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, uzrli holat bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, safar bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, Ramazondan qarzi borlar bo'ladi-ku. O'sha Ramazonning qarzini tutsa,
ham shukrlarning fazilatini ham oladi, ya'ni shukrlarda qilingan amalga o'tadi, ham Ramazonni qazosi ham bo'ladi. Ya'ni unga ham o'taveradi. Qurbonlik qilish kerak. Endi qurbonlik haqida aytilyapti. Qurbonlik qiladigan hayvonni iloji boricha semizini qilish kerak. Semiz yaxshi, qimmatini qilish kerak. Nima qilmasdan-da, to'ylarga ham qancha sarflab olyapmiz. Qarz pas qilib bo'lsa ham, endi qarz olib qilin deyotgani yo'q u. Qurbonlik sog'lom bo'lish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'chqor qurbonlik qilganlar, ikkita qo'chqor qurbonlik qilganlar, pichilgan, axta qilingan deyiladi. Pichilgan qurbonlik qilganlar, kulrang, ya'ni oq qorasi aralash shunaqa qo'y qurbonlik qilganlar. Sog'lom bo'lish kerak. Sog'lom bo'lishda asosiy maqsad, ya'ni sog'lom bo'lmasa o't yeyolmay qoladi-da, yaxshi go'sht bermaydi. Qurbonlik albatta, lekin yaxshisini qilsangiz ko'proq ehson qilasiz. Qurbonlik qiladigan odam shu qurbonlik kunlarida tirnog'ini, soch soqolini olmay tursa yaxshi. Soqolga o'zi olinmaydi umuman. Umuman badaniga, tuklarga tegmay turgani yaxshi, afzal. Bizning mazhabda, Hanafiy mazhabda olish muboh. Olish muboh deyilgan, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni mabodo tirnoq olishga ehtiyojingiz bo'lsa, olsangiz bo'ladi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olmagin degan ekanlar deb olmasa, ajr oladi inson bundan. Mabodo ehtiyoj bo'lib qolsa, tirnoq olishni esdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz yoki badandagi ba'zi bir tuklarni tozalash esdan chiqib qolgan bo'lsa, ya'ni o'sha muddat kelib qolgan bo'lsa, olsangiz bo'ladi. Lekin afzali olmagan yaxshi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Hatto ba'zi bir mazhablarda olish harom deyiladi. Ko'rish shu darajada-da. Shuning uchun tirnoqlarini, o'sha tuklarini olmay turgani yaxshi. Nima uchun? Sababi nima? Nima uchun qurbonlik qiladigan odam? Qurbonlik 10 kundan keyin bo'ladi, hayit kuni bo'ladi. Nima uchun olmay turadi? Sababi nima? Sababi yo o'sha hajga borganlarga o'zini o'xshatib turadi. Hajga borganlar ham tegmaydi tirnoqlariga, ehromda tegish mumkin emas-ku. Yoki o'sha sochlaringiz yaxshi o'sib, tirnoqlar yaxshi o'sib, o'sha hayit kuni olsangiz Alloh taologa yana ham yoqqan bo'lasiz. Soch olish o'zi bir qullik nimasida, ibodatda bir turi bor-da, soch olishda. Shunaqa ma'nolar aytishgan. Menimcha hammasini aytdim shekilli, ya'ni bu kunlarga taalluqli fiqhlar, ya'ni bularda savollar yo'q shekilli, hech kim qo'l ko'tarmayapti. Xullas shular. Alloh taolo bu kunlardan foydalantirsin hammamizni. Ibodat qilishga, toat qilishga, zikrini Allohni eslashga, Qur'on o'qib, mavsumdan imkon qadar eng yuqori suratda foydalanishga Alloh taolo hammamizni muvaffaq qilsin. To'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Subhanakallohumma bihamdik. Nastag'firuka va natubu ilayk. Allohdan yordam so'rab ojizlik qilmaslik kerak. Dunyo oxiratda insonni eng katta foyda beradigan hadis ihris alama. Qani shuni Rasululloh aytganlar, ihris alama yanfa'uk va la ta'jaz. Senga foydasi bor narsaga haris bo'l, o'ch bo'l dedilar. Ojizlik qilma, suskashlik qilma, yalqovlik qilma, tanballik qilma. Haris bo'l. Alloh yordam bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.